Bu hikoyani qanday boshlashni ham bilmayman. O'sha tunning xotirasi meni ta'qib qilaveradi. U tun mening ham baxtim, ham baxtsizligim, ham hayotim, ham olimim bo'lgan tun. Hammasi opamning to'yida boshlangan edi. Hovlimiz odam bilan liq to'la. Qudalar, qarindoshlar, qoni qo'shnilar har kim ozcha shod, ozcha xurram. Karnay-surnay ovozi, xonandalarning goh shoh, goh mungli ashulalari bir-biriga qorishib ketardi. Men esa bu shovqin suron ichida go'yo bir ozim edim. Odamlar orasida yurar, kulimsirar, kim bilandir gaplashar edim-u, ammo xayolim butunlay boshqa yerda edi. Hayolim hovlimizning narigi burchagida oz tengqurlari bilan suhbatlashib turgan ikki yigitda edi. Aziz va Mansur, mening xolavachchalarim, mening ikki yuragimni birdek larzaga solgan ikki yigit. Aziz, uning nigohlari olov edi. U bilan gaplashganimda so'zlarim ham, o'zim ham adashib qolardim. Uning yonida o'zimni ojiz, ayni paytda esa butun dunyoni zabt etishga qodirdek his qilardim. Uning kulgusi ham boshqacha edi, jarangdor, dadil. Mansur esa uning aksi edi. Uning ko'zlari chuqur, sokin, ammo ichida nimalar yashiringanini hech kim bilmasdi. U kamgap edi, ammo har bir so'zi oqdek edi. Ular ikkisi bir-birini to'ldirib turadigan ikki olam edi. Meni esa bu ikki olam birdek o'ziga tortardi. Qaysi biriga talpinsam, ikkinchisidan uzoqlashayotgandek tuyulardim. Bu tuyg'u meni ich-ichimdan yemirardi. To'y avjida odamlar davrada raqsga tushardi. Kimdir menga ham ishora qildi, lekin men boshimni chayqab hovlining chetroqiga borib turdim. Nega bir ozing turibsan? Bu ovozdan seskanib ketdim. Yonimga qachon kelib ulgurganini sezmay ham qolibman. Bu Aziz edi. Uning o'sha olovli nigohlari menga tikilib turardi. Shunchaki charchadim dedim. Aslida esa charchamagan edim, aksincha butun vujudimda tushunarsiz bir quvvat josh urardi. Charchadim dema, dedi u ovozini biroz pasaytirib. Sendek qiz charchamaydi. Sen olovga o'xshaysan, yoqasan, kuydirasan, lekin hech qachon ochmaysan. Uning bu so'zlaridan yuzimga qon yugurdi. Nima deyishni bilmay qoldim. U esa tobora yaqinlashardi. Bilasanmi, men seni qanchadan beri kuzatib yurganimni, dedi u. Har safar ko'rganimda aqlimdan ozay deyman. Nega buncha go'zalsan? Uning qo'li yelkamga tegishi bilan butun tanamga tok urgandek bo'ldi. Qarshilik qilishga na kuchim, na xohishim bor edi. Aksincha butun vujudim shu lahzani qanchalar kutganini anglab yetdim. Uning nigohlariga tik qaradim. Uning ko'zlarida o'zimning aksimni emas, balki olovni ko'rdim. Meni o'z domiga tortayotgan ulkan bir gulxanni. Shu payt orqadan kimdir keldi. Ikkimiz ham chochib tushdik. O'girilib qarasam, Mansur. U bizga qarab turardi. Uning yuzida na hayrat, na g'azab alomatlari bor edi. Bir muddat uchalamiz ham jim qoldik. Faqat uzoqdan kelayotgan musiqa ovozigina bu holatni buzib turardi. Men nima bo'lishini kutib dahshatga tushdim. Hozir janjal boshlanadi deb o'yladim. Hozir hamma narsa barbod bo'ladi. Ammo kutganimdek bo'lmadi. Endi men ikki olov orasida qolgandek edim. Men ketishim kerak dedim ovozim qaltirab. Mansurning qo'li bilagimdan tutdi. Shoshma, dedi u, biz sendan hech narsa so'ramaymiz. Faqat shu yerda bo'l. Bu so'zlarda qanday ma'no borligini tushunmadim, lekin qimirlay olmadim. Go'yo ikkala tomondan ikki qudratli magnit meni o'ziga tortib turgandek edi. Aziz qo'lini yelkamdan olmadi. Mansur esa bilagimni qo'yib yubormadi. Men ularning o'rtasida butun dunyodan uzilib qolgandek turardim. Ularning nigohlari bir-biri bilan to'qnashdi va men bu nigohlarda na raqobatni, na nafratni ko'rdim. Faqatgina men uchun menga bo'lgan tushunarsiz, ammo qudratli bir tuyg'uning aksini ko'rdim. Yuringlar, dedi Aziz bir payt o'rnidan turib. Bu yerda shovqin. U qo'limdan tutib meni yetakladi. Rustam ham bizga ergashdi. Qayoqqa ketayotganimizni so'ramadim. So'rashga hojat yo'q edi. Men shunchaki ularga ergashdim. Biz hovlining eng chekkasidagi eski omborxonaga kirdik. Bu yerga odatda hech kim kirmasdi. Ichkarida eski-tuski narsalar, qoplar taxlab qo'yilgandi. Havoda chang va quruq yog'och hidi kelib turardi. Aziz eshikni ichkaridan yopdi. Ichkariga derazadan tushayotgan yulduzlar nuri xira-shira yorug'lik berib turardi. Shu yorug'likda men ularning yuzlariga qaradim. Ikkalasining ham nigohi menga qadalgan edi.
Bu nigohlarda iltijo, ehtiros, mehr va yana allanimalar bor edi. Men nima bo'lishini bilar edim va men bunga tayyor edim. Yo'q, men bunga tayyor emas. Men buni xohlayotgan edim. Butun vujudim bilan, butun borlig'im bilan shu lahzani istayotgan edim. Bu tunning qolgan qismi tush kabi o'tdi. Tushunarsiz, chalkash, ammo aql bovar qilmas darajada hayajonli va shirin bir tush. Men go'yo ikki xil musiqani bir vaqtning o'zida tinglayotgandek edim. Azizning otashin ehtirosi, uning shiddatli harakatlari meni yoqib kuydirsa, Mansurning muloyim shivirlashlari, ehtiyotkor teginishlari ruhimga malham bo'lardi. Bu ikki tuyg'u bir-biriga qorishib, meni butunlay o'ziga asir qildi. Men kimning quchog'ida ekanimni farqlay olmay qoldim. Ular go'yo bir butunga aylangandek. Men esa shu butunning markazida edim. Men nafaqat jismonan, balki ruhan ham ularga taslim bo'lgandim. Bu gunoh ekanini, bu aqldan ozish ekanini bilar edim, ammo o'sha lahzada bu dunyodagi eng yoqimli holatdek tuyulardi. Men o'zimni hech qachon bunchalik tirik, bunchalik kerakli his qilmagan edim. Har bir hujayram bilan yashayotganimni his qilardim. Bu lahza abadiy davom etishini xohlardim. Faqat biz uchalamiz va bizni o'rab turgan bu sehrli tun. Qancha vaqt o'tganini bilmayman. Balki 1 soat, balki 2 soat. Birdan omborxona eshigi ochildi. Biz uchalamiz ham tosh qotdik. Eshik tirqishidan tushayotgan yorug'likda bir sharpa ko'rindi. Bu onam edi. Qo'lida patnis. Patnisda bizga atalgan choy va shirinliklar. U bizni chaqirib topolmagach, shu yerga kirgan bo'lsa kerak. U bir lahza bizga qarab qoldi. Uning ko'zlari avvaliga hech narsani tushunmadi. Keyin esa uning ko'zlarida avval hayrat, keyin ishonchsizlik, so'ngra esa men hech qachon, hech kimning nigohida ko'rmagan dahshat ifodasini ko'rdim. Onamning yuzi oqarib ketdi. Lablari pirpirab nimadir demoqchi bo'ldi, ammo ovozi chiqmadi. Faqat xirillagan bir tovush eshitildi. Qo'lidagi patnis yerga tushdi. Piyolalar sinib, choy hamma yoqqa sachradi. Bu ovoz o'sha tunning sehrini parchalab yubordi. Bizni hushyorlikka qaytardi. Biz qanday dahshatli ish qilib qo'yganimizni endi anglab yetgandik. Ammo eng dahshatlisi hali oldinda edi. Onam bizga qaraganicha bir qadam orqaga tisarilmoqchi bo'ldi, ammo oyoqlari o'ziga bo'ysunmadi. Uning ko'zlari katta-katta ochilib, bir nuqtaga tikilib qoldi. U qo'llari bilan ko'ksini ushladi. Yuzi ko'kara boshladi. U og'zini ochib nafas olmoqchi bo'ldi. Lekin havo yetishmayotgandek boqilardi. Va keyin u sekin-asta, jonsiz bir qo'g'irchoqdek orqaga quladi. Uning boshi yerga gurs etib urildi. Men qotib qolgandim. Nima bo'layotganini idrok eta olmasdim. Aziz birinchi bo'lib o'ziga keldi. "Xolajon!" deya baqirib yubordi va onamning yoniga otildi. Mansur ham yugurdi. Men esa joyimdan qimirlay olmadim. Go'yo tanam muzlab, oyoqlarim yerga yopishib qolgandek edi. Faqat onamning yerda harakatsiz yotgan tanasiga, uning ochiq qolgan va dahshat ifodasi qotib qolgan ko'zlariga tikilib turardim. Hovlidagi musiqa hamon yangrardi. Odamlar hamon o'ynab kulardi. Bir necha daqiqa oldingi baxt, ehtiros, shirin hayajonlar o'rnini sovuq bir dahshat egalladi. Men o'sha tun nafaqat o'z nomusimni, balki undan ham azizroq narsani, onamni boshiga yetgandim.